O'zbekistondan Yevropaga kelib ishlashni istaydigan yurtdoshlarimiz ko'plab topiladi. Ammo ularning ko'pchiligi viza olish maqsadida aldanib qolishmoqda. Yevropada, ya'ni Xorvatiyada turib ba'zi bir mashinnik o'zimizni o'zbek yurtdoshlarimiz soxta priglasheniyalarni sotishmoqda. O'zimizni o'zbeklar, biz musulmonmiz, o'zbekmiz, aldamaymiz deb turib, soxta priglasheniyalarni sotib kiydirishmoqda. Xorvatiyadagi yurtdoshlarimiz ham O'zbekistondagi tanishlariga viza chiqarishga yordam beraman deb turib, soxta priglasheniyalarni olib cho'rtishmoqda. O'zimizning o'zbeklar har yerga borsa, albatta shunaqangi rasvo, razil ishlarni qilishmoqda. Ba'zi bir yaqin do'stlarni, qarindoshlarni o'rtasiga bilib-bilmasdan nizo tushirib qo'ymoqdasiz. Chunki sizdan soxta priglasheniya sotib olgan yurtdoshlarimiz viza chiqarib beraman deb va'da berib, viza chiqarib bera olmasdan ularning ko'ziga go'yoki yolg'onchi, mashinnik bo'lib ko'rinmoqda. Buning gunohini ham siz yelkangizga ortmoqdasiz. O'zi aslida mana shu pullar sizga halol bo'lib kelar edi, lekin siz buni harom qilib olyapsiz. Xo'sh, siz ham Yevropaga viza olaman deb aldanganmisiz? Kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring. Mana shunaqangi soxta priglasheniyalarni chiqarib sotayotgan mashinniklarning qilmishlarini birma-bir endi ochamiz.